Хорошо, Тайсон, поздравляю тебя с победой. Мощный вывел его. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Chunki men bu jangimda bir eng yaqin insonimga atagandim. Chunki u inson mening uchun juda qadrli inson. O'shanga atagandim, o'shaning evaziga mag'lubiyatga uchramayman bu pobedani. Не, Туберец Мукет, ты что вы там не разделили? Urushgan sababi u menga jang tegyapti, yonim kelyapti, vizib tashyapti. Men o'zi jang bilan hozir xursandchiligim, boshqa narsam bor edi. Keyin Saturnga bir qaradim, sakrab yotibdi. Saturnga sakrayapti, menga vizib tashyapti. Keyin o'zim emotsiya tutolmadim, borib bir tepdi. Emotsiyada tepdim, men uzr so'rayman, men unaqa narsa o'zim xohlamagandim, просто majbur qilishdi. Как он оценивает своего соперника? Soperniga mushni juda ham yaxshi tayyorlangan. Kuchi ko'p ekan, ko'rdingizda, barbada o'zim barbisman mana qulog'im. Barbisman, kuchim yetmadi uncha bu. Mushni kuchi bor ekan, yaxshi urishdi, yaxshi jang qildi. Просто meni hozirgi vaznimda, hozirgi meni formamda meni to'xtatishga hech kimning kuchi yetmaydi. Uncha-bunchasini to'xtatib qo'yishga temir robotman. Forma temir, ha. Futbolni qurilishda to'lgan. Qurilishda og'ir mehnatlarda ishgan forma. Trenировка sportzalda ishlanmagan bu formalar. Сколько тренировок в день он делает? Bir kunda, ya'ni o'rtacha 1 soat, 2 soat nari bo'lsa. Kuniga bir mahal trenировка qilaman, chunki undan tashqari ishlarim ko'p, uyda molga qarashim kerak, o'tin chopishim kerak, blogerlarni yuritishim kerak, boshqa oilamga vaqt ajratishim kerak. O'shuncha bir mahal hozircha bosyapman. Professional bo'lsam inshaalloh 2 mahal, 3 mahal bo'ladi, nasib bo'lsa. А что он тренирует больше? Стойку, борьбу или качку постоянно? Men ko'proq trenировка qilishimning sababi ko'proq turnik, brus, anjumaniya qilaman ko'proq. Keyin undan tashqari o'zim tayyorlanaman. Yengilgina trenировка qilaman. Sportzalda ham o'zim yolg'iz. Masalan, men shu jangimda hech bir uncha trener-siz yordamisiz harakat qilib o'zim uyda qishloq sharoitida mehnat qilib keldim. Yaqinlarim, butun O'zbekistonlarim, birodarlarim hammani qo'llab-quvvatlab turgan, menga padishga berib, menga ko'mak berib turgan insonlar hammasiga rahmat. Ota-onamni juda ham yaxshi ko'raman, ota-onam, yaqinlarim, do'stlarim, qadrdonlarim, hamma borlaringga shukr. Nasib bo'lsa hali boshlanishi, bugun hali jang qilmadim. Nasib bo'lsa yanagisida bundan da zo'r jang ko'rsatishga harakat qilaman. Boringlarga shukr. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.